Madina Munavvarada yahudiylar ham yashashadi. Banu Qaynuqo bozorlariga musulmonlar borib, oldi-berdi tijorat muomalasini qilishadi. Muslimalardan biri mana shu Banu Qaynuqo yahudlarning bozoriga borib, bir oltin buyum xarid qilishlik uchun bir do'konda oldida o'tirib savdo qilayotganda, bir habis yahudi keladida ro'molini yoki ko'ylagini bog'lab qo'yadi. Haligi ayol o'rnidan turganda yechilib ketadi, avrat ochilib qoladi. Shunda qichqirib yuboradi ayol. Or, nomus, sharaf. Shu joyda turgan musulmonlardan biri boyaga ro'molini bog'lab qo'ygan yahudi kulayotganini ko'radi, borib qilichi bilan qatl qiladi. Yahudilar yig'ilib kelib, bu musulmonni qatl qiladi. Rasululloh mana shu muslimaga mana shunday bir haqorat qilgani uchun, origa, nomusiga tekkan uchun, musulmon kishining qonini to'kkan uchun qo'shin tortib keldi. Bitta ayolning nomusi uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ayolni bir yahudi boshiga tosh bilan urib qatl qilganligi uchun olib kelib boshini ikkita toshning o'rtasida majag'lar bilan qatl qildi. Islomda ayol kishining sharafi, nomusi, hurmati erkak kishinikidan kam bo'lmaydi.